Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, kelinglar. Qani ilohim, bo'la. Bo'pti, choy damlab kelizga. Ha, kuyov. 5 yildan beri bir ishingizni tayini bor. Bir odamlarga o'xshab bir daromad qilasiz. Yetar endi shuncha bir mazza qilib berasiz. Inshaalloh qilib qolar. Allohning bizga ham yozgani botir aka. To'g'rida kuyov, bo'plar bilan chiqarmadi. O'tgan safar jiyanlarning maktab pulini ham men to'ladim. Ro'zg'orlaringni ham men qildim. Biz ham tashvish o'zimizga yetarli. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Oyoqqa turib ketay, hammasini qaytaraman aka. Bu gapingizni har safar aytasiz-ku, lekin natija yo'q-da. Adajonsiz turing ketdik. Singlim o'zi endi keldi qaring. Rahmat. Menga sizni minnatlashingiz kerak emas. Bu inson mening erim, farzandlarimning otasi. Ular bilan so'rashganingizda hurmatlarni joyiga qo'ying. Men erimdan minnatdor bo'lsin. Mana shunaqa qilsangiz, qayta bostoningizga qadam bosmayman. O'zingizga ehtiyot qiling akajon. Xayr. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu oila albatta saodatli oila bo'ladi. هل لك صدقات تخفى